Assalomu alaykum hammalaringga. Fazallarimni tomosha. Yovvoyi fazan bo'yi keldi, mana bitta aka tashab ketdi, mana shu yerda 3 ta fazan mana. Ana uryapti o'zini. Mana shunday joyda ham bular o'zini uradi mana. O'zi egasida tuxumidan ochirib boqqan jonivorlar boshlarini yorib yuboribdi bular. Jo'jaligidan boqsa ham mana odamga urganmagan. Ular hozir pakashetda turib-turadi, o'rmon xo'jaligi olib qo'yib yuboramiz. Barbatda ham yashalmaydi ular. Mana kavkazskilar xotirjam mana bular. Mana kavkazski xotirjam. Uncha qo'rqmaydi bular mana. Endi buni odamdan qo'rqishni ko'ryapsan, urishini o'zini. Bular buni sharoitda ko'paymaydi bular. Mana kavkazskilar xotirjam turadi. Bular tomosha qilyapti, bular nima qilyapti ekan bular deb. Mana o'zini uryapti ular. Bular kavkazskiyning farqini bilinglar mana. Kavkazskiyning shoxi bor. Ularda ana shoxi yo'q. Yonma-yon turibdi kavkazskiy bilan narigisi o'ng tomonda Sirdaryoskiy. Mana kavkazskiy, Sirdaryoskiy mana. O'zbekiston fazani mana. Rangida ham, boshida ham farq bor. Ancha farq bor mana Sirdaryoskiy, kavkazskiy. Ancha odamdan qo'rqoq bo'ladi. Kavkazskiylar bunaqa shoxi bo'ladi mana, e'tibor beringlar, mana shox bo'ladi kavkazskiyda. Mana bu shoxi bahorda zo'r ko'tariladi makiyonga shela qilayotganda. Mana shoxi bilinib turibdi boshida. Sirdaryoskiydan shox degan narsa bo'lmaydi bularda mana. Tekis bo'ladi, beti ham qizili kichkina bo'ladi. Ular qizili, mana kavkazskiylar katta bo'ladi, odamdan qo'rqmaydi mana. Janob o'zini urib tashlayapti ular. Mana kavkazskiylarimiz. Mana kavkazskiy fazallar. Odamdan cho'chimaydi. Bemalol turaveradi. Sirdaryoskiyga mashinchalik kelolmaysiz. Qochadi. Fazallarimiz. O'g'lasi ancha zo'r o'zgaryapti. Toza Moskovskiy fazallarimiz. Severi kavkazlar ham bor. Mana kavkazskiy, Moskovskiy fazallarimiz. Janovorlar. Qo'rqmaydi bular, shunisi zo'r bular. Uy sharoitida zo'r ko'payadi. Sirdaryoskiy ko'paymaydi uy sharoitida. Bular yaxshi ko'payadi. Odamdan qo'rqmaydi. Hammasi deyarli chotki fazan hammasi. Bular ishi oddiy mana shu Makka bug'doy mana. Makka bug'doy yeyapti hozir bular. Sog' bo'lasizlar. Hammaga nasib qilsin.